1 yoshli qizimni emizishdan qanday ajratdim? Qizim 1 yosh 1 oy bo'lgandan so'ng ko'krikdan ajratishga qaror qildim. Avvalambor qanday usulni tanlashni bilmadim. Atrofdagilar eski usulni maslahat berishdi. Ko'krakni qattiq bog'lab va birdan emizishni to'xtatishni tavsiya qilishdi. Lekin esa internetdan izlandim va bu usullar xavfli ekanligini tushundim. Bu nafaqat onaning sog'lig'iga zarar, balki bola uchun ham katta stress. Eng to'g'ri usul asta-sekinlik bilan to'xtatish. Avval 2 kun davomida kunduzgi emizishlarni 1-2 martagacha kamaytirdim. Keyin esa tungi emizishni bosqichma-bosqich qisqartirdim. Natijada 4 kun davomida sut miqdori tabiiy ravishda kamaydi va qizim ham asta-sekin yangi tartibga o'rganib bordi. Kunduzgi emizish butunlay to'xtadi. Endi esa tungi emizishni to'xtatish uchun 2 kun davomida 2 xil xonada uxlashga qaror qildik va kattalarning gapiga quloq solib, baribir ko'kragimni qattiq boylashga qaror qildik. Lekin shuni aytishim kerakki, bu bilan sut birdan yo'qolib qolmadi. Aksincha noqulaylik paydo bo'ldi va ko'krak toshdek qotishni boshladi. Buni oldini olish uchun har kuni 1-2 marta sutimni sog'ishga majbur bo'ldim, ozgina-ozginadan. Qizim esa 2 kecha ko'kraksiz injiqlik qildi, lekin esa 3-kechaga kelib tonggacha tinch uxladi. Shunaqa qilib bir hafta ichida emizishni butunlay to'xtatdik. Siz esa bu jarayondan qanday o'tgandingiz? Tajribangiz bilan izohlarda bo'lishing.